Mamlakatimizda kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi davom etmoqda. Bunga doir o'tkazilayotgan targ'ibot, tashviqot ishlari bois aholining raqamli immunitetini va ogohligini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Jarayonlarda ayniqsa kiberjinoyatlarni fosh etish yo'nalishida Markaziy bank, to'lov tizimi va ichki ishlar organlari vakillarining o'zaro hamkorligini kuchaytirish ham ko'zda tutilgan. Sohada amalga oshirilayotgan ishlar tahlili Markaziy bank Namangan viloyati bosh boshqarmasida o'tkazilgan tadbir misolida o'z aksini topdi. Prezidentimizning axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida kiber jinoyatlarni oldini olish hamda ularni fosh etish samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Huquqiy hujjatda ko'rsatilgan vazifalarning qay tariqa ijro etilayotgani Markaziy bank Namangan viloyati bosh boshqarmasida o'tkazilgan tadbirda yana bir bor tahlil etildi. Joriy yilning 10 oyida viloyatimiz hududida axborot texnologiya sohasida sodir etilgan jinoyatlar 4200 ga yaqin jinoyat bo'lyapti. 41% 30-45 yoshdagilar jabrlanuvchilarning qurbonlari, 39% 16-30 yoshdagilar, 20% 45-60 yoshdagi fuqarolarimiz hisobiga to'g'ri kelyapti. Fuqarolarimiz 40% aynan virusli ilovalar, APK ilovasini bosib qo'yishda jabrlanyapti. 16% onlayn savdo platformalarida, 14% soxta birja va treyderlar, pul tikish boshqa holatlar bo'yicha. Kiber jinoyatlarga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar mas'ul davlat organlari, tashkilotlar, banklar, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlarining fuqarolarning kiber jinoyatlardan jabrlanib qolishining oldini olish hamda ularning moliyaviy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadbirda ta'kidlanganidek, bank xodimlarining bu boradagi tushuncha va tasavvurlarini kengaytirilishi faoliyat jarayonida va mijozlar bilan ishlashda muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda ITB Bank Namangan filiali xodimlari mijozlarimizga kreditlar ajratish, biznesni rivojlantirish, ijtimoiy sohalar bo'yicha va turli plastik kartalar, ish haqi, pensiya, nafaqalarni ajratish bo'yicha xizmat qilib kelmoqdamiz. Bu tadbir biz bank xodimlariga mijozlarimizni bizga bergan ishonchini oqlash va kelajakda bo'ladigan turli xatarlarni oldini olish uchun tushunchalarimizni kengaytirib bormoqda. Bu ochiq muloqot barcha bank sohasidagi olib borilayotgan kiber madaniyat rivojlanishiga, aholi o'rtasidagi moliyaviy savodxonlikning oshishiga katta hissa qo'shadi degan umid bildiraman. Banklarning mijozlari oldida kiber madaniyatni rivojlantirish hamda kiber jinoyatlarni kamayishiga hissa qo'shadi degan umiddaman. Tadbirda Namangan viloyati axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassislarining keng tahlillarini qamrab olgan ma'ruzalar tinglandi. Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan firibgarlik usullari Telegram ijtimoiy tarmog'idagi soxta havolalar, sun'iy intellekt texnologiyasi yordamida yaratiladigan yolg'on xabarlar, shubhali videolarni qanday qilib ajratib olish mumkinligi bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar.